Ashir aka. Assalomu alaykum bilyard ishqibozlari. Biz hozir kapitan komanda Jamoliddin aka Qo'chqarov bilan birga turibmiz. Jamoliddin aka, mana chempionatlar qanday o'tyapti aka? Chempionatlar a'lo darajada, hamma narsa yuqori darajaga keltirilgan. Stollar ham, atmosfera ham Hamma yoq standartga javob beradi. beradi. Bolalarda kayfiyat qanaqa? Endi kimdir kayfiyati yo'q, kimdirniki bor. Endi bu sport, kimdir yutadi, kimdir yutqizadi, lekin xafa bo'lish kerak emas. Bo'lishi kerak emas. Har bitta vaziyatdan u yutqizuv bo'ladimi, yutuq bo'ladimi, odam o'ziga kerakli, polezniy narsalarni olib, o'shaning ustida ishlash kerak. O'shanda keyingilariga nima deydi, yana ham uverniroq tushadi odam, yana uverniroq o'ynaydi. Shu hammasi. Men bitta narsani sezdim. Bolalar O'zbekiston bir-biriga tushib qolganlarni ko'pini. Siz ham xuddi shunaqa o'zimizniki bilan. Qanday bo'ldi u narsani tepadan kompyuter qiladimi yo kimdir bu narsani Boshida жеребьевка elektronniy bo'ladi. O'zbekiston terma jamoasini o'sha hamma gruppalarga chochib yuborildi. Endi kimdir yutqizganda shu Zuhriddin, Ashrorlar yutqizgan bo'lsa kerak-da, Nijniyga tushib, Nijniydan ko'tarilganda iloji bir-birimizga to'g'ri kelib qoldi. Ba'zi bolalar gruppaga yozishdi, hazil qilishdi, huzur qilishdi. Sizlar jahon chempionatini o'ynayapsizlar, men O'zbekiston chempionatini o'ynayapsizlar. Shunaqa gaplarni. Hozir obunachilar men aytib o'tishim kerak. Jamoliddin aka 16 talikka birinchilardan bo'lib chiqdi, уже 16 talikda уже o'ynaydi. 16 talikda уже prizovoyga ilashiladi, уже. Prizovoy bor, 16 bor. Nech pulligini bilmaymiz. Endi Xudo xolasa bizani maqsad birinchi o'rin. Xudo xolasa sizlardan kutib qolamiz. Hurmatli obunachilar, hozir Jamoliddin aka bugun o'ynaysiz. Xudo xolasa yarim soat, 1 soatga boshlasa kerak. Prямой efir qilishga harakat qilamiz.